o'sha holatda shu holatda turibdilar. Biron narsa bo'lmagan. Sochlaridan, soqollaridan bir tuk tushmagan. Xuddi 10 daqiqa avval ko'milgan holatda yotdilar. Endi siz shu joyda bir narsani fahmlang azizlar. Xo'p, badan, jasad u kalomullohni ko'targan. Allohning kalomi singib ketgan jasad ekan. Lekin mana u kafanchi, ana u kafan jonivor deymizmi, nima deymiz? Bu kafan nimaga chirimaydi? Qarang, kafanlar ham qorni badanda tursa chirimas ekan. Kafan qorni badanda turganligi uchun u kafan mato u. U bu yoqda yasalgan, to'qilgan, zavoddan chiqqan. Lekin shu kafanlar ham oppoq deydilar. Shu holatni ko'rdik-ku, yig'ida bo'ldik, havasda bo'ldik, hayratda qoldik. Endi debdilar, bir mana unaqa varaq chiqaribdi. Arablar istimona deydi uni. Anketa olib to'ldirilar ekan. Boshqatdan hojdodani o'zlarini yana yozilib, tarixlarini yozilib, shahodat millat deydi, tug'ilganlik haqida guvohnomani u yerga qo'yib, bu yoqdan 7 ta kishi yana avlodlardan qo'l qo'yar ekan. Nima deb? Bo'ldi, bu qabr endi qiyomatgacha ochilmasin deylar ekan. Mana shu holat bizni shu Qo'qonlik bobomiz Abdusamad hazratlarida bo'pti. Endi bu kishi qolgan qabrlar shunaqa ochilmaydigan qabrlar bor baqiyada deyaptilar. O'zlari havas bilan aytayaptilar. Nega? Buni bo'lganiga qarang, mana u 2012-yil bo'pti-da. Yaqindagi so'z bu. 50 yil, 100 yil yoki men sizga bir tobiinlarni asrini aytmayapman. Aytib turibmanki, boyagi yigit bilan telefon orqali bir-birimizni ko'rib gaplashdik. Yaqindagi davrda demak Abdusamad hoj dadamizni mana shunaqa holatda ko'rib karomatlari zohir bo'ldi. Bu nima edi? Bu azizlar Qur'on edi. U kishi o'g'illariga aytayapman, ya'ni nabiralariga. Aytib bering menga tarixlarini desam, kunutun Qur'on o'qigan, kunutun Qur'on o'rgatgan. Hattoki sizga so'zimni avvalda aytdim, murattab qorilari 500 dan oshib ketgan ekan dedimi? Dunyodan kelar ekanda ular. Madinaga kelgan u kishining darsiga ishqi oshiq bo'lib, ziyoda bo'lib o'rganar ekan. Pokistonga ketadi, u yoqdan yana shogird olib keladi, Hindistonga ketadi, olib keladi, Bangladeshga ketib yana olib keladi, arablarning o'zlaridan ham. Va shu sababdan aslida janozalari shunaqa mashhuda deyiladi. Janozalarda shunaqangi odam ko'payib ketgan ekanki, o'sha vaqtida tegishli idoralar u kishi asli ularda ajnabiy deyiladi. Madinalik yoki saudiyalik emas-ku.